To'polonchi yigit emasmi? Bu eng to'polonchi jangchilar to'qnashuvi. Kalzumda emas, u oilaparvar, odobli yigit. Hammaga hurmat ko'rsatadigan yigit. UFC unga nimadir berish kerak edi. Va 126 jangida markaziy jangda berdi. Bruce Buffer u yog'iga davom ettiradi. The evening, sanctioned by the Nevada State Athletic Commission, Chairman Dallas Hahn, Executive Director Jeff Mullen. Our three judges scoring this contest at Octagon side are Mike Bell, Derek Cleary, and Sal Diamato. And when the action begins, our referee in charge of the Octagon, Mark Goddard. This championship bout is brought to you by Survivor. Light your torch and be there every Wednesday for Survivor 50 at 8 Eastern, 7 Central on CBS and streaming on Paramount Plus. And now, for those in attendance and UFC fans watching around the world, this is the moment you've all been waiting for. Live from the sold-out T-Mobile Arena in Las Vegas. It's time! 5 rounds for the undisputed BMF Championship of the world. Introducing first, fighting out of the blue corner, a Brazilian Jiu-Jitsu fighter, holding professional record, 36 wins, 11 losses, 1 no contest. He stands 5 feet 10 inches tall, weighing in at 156 pounds, fighting out of Sao Paulo, Brazil, presenting the former UFC lightweight champion, the challenger, Charles "The Bronx" Oliveira! And now, introducing his opponent, fighting out of the red corner, a mixed martial artist, holding professional record, 27 wins, 8 losses. He stands 5 feet 11 inches tall, weighing in at 155 and 1/2 pounds, fighting out of Waialae, Hawaii, presenting the former UFC featherweight champion and the reigning, defending, undisputed UFC BMF champion of the world, the pride of Hawaii, Max Bless Holloway. Bruce Buffer ishqilib sog' salomat bo'lsin. Usiz UFC'ni tasavvur qilib bo'lmaydi. Xuddi mana bu yigitlar kabi, lekin ular faoliyatini oxirgi qismini o'tkazishyapti. Ko'rib qoling, jonli efirda ko'rib qoling, Setantada. Max Holloway, Charles Oliveira afsonalar jangi. Nimadir bo'ladi, ishoning. Birinchi raund. Mark Goddard oktagondagi 3-inson start oldi. Main event boshlandi. Charles low kick bilan boshladi. Max hozircha jeblar yaxshigina ta'sirli chiqyapti. Charlesning oyoqda berayotgan zarbalari. Max ishga kirishdi. U rosterdagi eng yaxshi bokschilardan biri va qarshisida eng yaxshi jitsilardan biri umuman UFC tarixida. Yaqinlashishda ular ko'p cho'zish niyati yo'q va ketdi. Oliveiraning hujumi, yaxshigina zarbalari, birinchi takedown, Charles o'z hududiga tortyapti. Dengiz tubiga tortyapti. Max yomon ko'radi.
Parterni kurashni, unga stoyka qulayroq, lekin oson bo'lmaydi. Oliveyraning changalidan chiqib ketish, bo'g'ma ilondek yopishib olyapti, o'zi shunday deb ataladi ham. Bo'g'ishlar bo'yicha rekordchilardan biri. Sekin pozitsiyasini yaxshilab olyapti. Shoshmaydi Oliveyra, ko'ryapsiz, sekin asta yuqoriga intilyapti. Ammo Max qarang, oyoq harakatlari bilan uzoqlashtirdi Do Bronxni. Oliveyra yuqoridan tirsaklarni ishga soldi. Yarim side controlda. On tomonlama nazorat. Yuqoridan bosim. Qo'yib yubormayapti Oliveyra. Yana bo'yinga intilyapti, faqat boshqa uslubda. Max albatta buni kutgan, bunga tayyorlangan va Max kuchini namoyish etyapti. Osilib olyapti Oliveyra, qo'yib yuborish niyati yo'q. Bo'yinga birinchi marta qo'l soldi. Max tutildi, hozircha tutildi. Max bo'g'ish uslubiga tutildi. Oliveyra bosimni davom ettiryapti. Qo'lini bo'shatmoqchi Holloway, lekin oson bo'lmayapti. Jag qismiga bosim, bu Habib uslubidagi bo'g'ish. Jag qismiga bosim. Buni Chimayev ham Whittakerga qarshi qo'llagan va jag'ini sindirgan edi, lekin Holloway bermayapti. Oliveyra shu pozitsiyani ushlaydi. Shu pozitsiyadan unga hujum qilish qulayroq. U o'z hududida, aytib o'tganimdek, eng xohlamagan pozitsiyasiga tushib qoldi. Holloway sabr qilyapti, bardosh beryapti. Bor kuchini ishga solmayapti shekilli Oliveyra. Fight qo'ylayapti. Max bitta xato qilsa chuqurroq kiradi mana shu chap qo'l. Yo'q, bermayapti Holloway, yaxshi tayyorlanibdi. Mana shu o'ng qo'li bilan bo'ynini yopib turibdi. Va barmoqlar biz ko'rib turibmiz. Do Bronx zarbalar berishni boshladi. San Paulolik jangchi. O'ng qo'l bo'yindan ketmayapti, lekin chap qo'lidan yaxshilab qulfni tortib olish uchun joy qidiryapti Oliveyra, lekin Max Holloway bermadi. O'sha qafas yonida bo'g'ib qo'yishga bermadi. Mana bu pozitsiya ham yaxshi emas uning uchun. Chunki oyoqlarni qarang. Charles to'liq nazorat qilyapti Maxning tanasini. Oyoqlar bilan qurshab olgan. Gard yopilgan, chiqib ketishning iloji yo'q. Max shunchaki himoyalanadi, boshqa iloji yo'q. Charles shu raundni o'zida hal qilishga intiladi, negaki har bitta raund stoykada boshlanadi. Max shuni kutyapti. Chidab berib, keyingi raundda stoykada o'z ishini qilmoqchi. Ammo lekin oson bo'lmaydi. Tortdi Oliveyra, yana jag'iga bosim. Bu aynan jag'iga bosim. Chidayapti Max. Unisidan ham chiqib ketdi. Chidayapti. 30 sekund vaqtga qarab qo'yapti Holloway. Shu narsa uning uchun muhim. Tabassum qilib qo'yapti. Ko'zini ham futbolchimizga o'xshab, U17 darvozabonimizga o'xshab, Rustamjonovga o'xshab qosh qoqib qo'yapti. Ko'rgan shekilli o'sha Osiyo Kubogi finalini. Ajoyib. Parterda o'tgan jangni Max Holloway baribir muxlislarga yoqadigan qilib tugatib beryapti raundni. Qoyil, Max gap bo'lish mumkin emas. U raundni yutqazdi do'stlar. U raundni yutqazdi, lekin muxlislar mehrini yana tortib ketdi o'ziga.